Assalomu alaykum jigarlar. Bu bizni brachkada bu katta hazil qilgan ekan. Ikkalamiz hozir kelishdik. Brachkam bu. Samanjon ukam bo'ladi. Yana noto'g'ri tushunmaylar, o'g'aylar. O'zimni jigarim bir parchasi bu ham. Jigarni berasizmi? O'g'aylar ya noto'g'ri tushunmaylar, bizni aka bo'ladi bu Nodir aka. Biz hazilda bu. Hazil yana noto'g'ri tushunib, ana qilmaylar, qo'y bozor. Mana bemalol kelib qo'ylarni olaveringlar. Ho'kiz bozorga o'tsanglar ham ho'kizlar olaveringlar. Bizlar o'rtamizda unaqa shayton aralash yo'q. Yuziga biza aka-uka biza. Unaqa hammasi hazil-huzul akalar, bozorda endi sovuq o'tadi, yaxtay o'tadi. Shu guringda akamiz-ku 40 yillik, 41 yillik emas unda. 41 yillik ukam meni. Aka-akalar, aka charchamangizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Noto'g'ri tushunishlar bo'lmasin. Liga biga unday narsa yo'q. Faqat shunday. hazil-huzul bo'lgan. Yo'q, noto'g'ri guring yo'q. Mayli aka. Charchamangizlar, xo'p. Pastdarg'om tumanining mol bozordagi aka-ukalar, sizlarga qisqacha e'lonimiz bor. Pastdarg'om tumani Qulton qishlog'ida yashayotgan Xudoyberdi va Go'zal opa 14 yildan beri jigar sirozi bilan davolanib kelmoqda. Hozirgi kunda jigar siroz kasali oxirgi bosqichi bo'lgan sababli 30 ming AQSh dollar ketayotgan operatsiyaga. Shunga bizlar ehson terib Mana shuni olsa 30 million so'm bo'libdi. Hormon yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? 30 ga baraka bo'ldimi? Zotiga nima bu? Alishdimmi? Nasllikka siyirlarga. Siyirlarga. Zotga oldim. Zotga. Vaqbaqalari ham bor, yaxshi mol ekan. Xudo xolisa go'shtlari bo'ladi. Mana. Orqalari kengish, vobshe so'ragan. 30 millionga baraka bo'ldimi? Qayerdan oldingiz buni? Shu Ramazon oyida aka bizdan Darvoza xarid qilgan mijozlarimizga bitta domofon, bitta shashlik qo'ra bilan bitta domofon mutlaqo besplat. Oldi tomondan bitta ko'rsataylik-da aka. Bez nержавейка bo'ladigan bo'lsa aka 650 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановка besplatniy aka. Domofon. Ha. Domofon, batareyka hamma yo'g'igacha olib borib uстановка qilib beramiz. Yondorlari har doimgidek shivillerda bo'lgan. Liskalarga keladigan bo'lsak, tilla rangdan foydalanib berganmiz. Mana bu joylari ikki qavatli shumkali. Keladigan bo'lsak, chiroyli zamonlardan foydalanib berganmiz aka. O'tkir aka ketingi ishimizga ham, obyektimizga ham yetib keldik aka. Moskva kolxozdami? O'tkir aka buni ham xudo xolasa niyobetini chiqdi. Ikkita aka bir xil qilib, niyat qilib uy qurishgan ekan. O'tkir aka ketingi ishimizga ham xudo xolasa yetib keldik aka. Antada aka yuqorisiga qo'ynidan foydalanib berganmiz. Buni orqa ko'rinishi mana bunday chiqadi aka. Darvozamiz aka tashqariga ochiladi. Mana. Ochilib yopilishlari ham aka o'ta mehmon. Imon lesnitsani ham o'zimiz qilib berganmiz aka. Lesnitsalarni ham общий summada aka 29 million so'mga hamma ishlarni bitirib berdik. Bular ham nержавейкali bo'ladimi? Bular ham hammasi nержавейкali bo'ladi aka. Bir qavatli budjetniy variantida. Bu 7 lik aka. 1 lik. Bu 3 lik. Mangalchalardagi tayyorlab qo'ydim. Gap yo'q lekin. Ha. Bozorga kolxoz. Moskva kolxozi. Boshliq yaxshimisiz akam? Charchamasizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Salomatingiz yaxshimi? Necha bo'ldi bu? O'tkir aka buni 30 deyapman. Bozor 27-26,5 so'rayapti aka sementolchi. 20 deysizmi? Yo'q, bermaydi. Mana baqbaqalari osilgan, baqbaqalari mollar yaxshi. Torting aka bir kallalarni ko'rsatib. Mana bu. Mana bu. Uyda necha so'radi buni? Aka uyda baland so'radi. Aha, bozorda sal kamroq so'rayapti. Bozorda sal kamroq so'rayapti. 28 ham so'ragan uyda. Mana akalar. Mana torting aka. Torting aka. Qanday parada aka bu? O'zimizni mesda parada. Aha. 3 oy oldin Muratov bilan sim olingan. Zavqiddin aka degan odamdan Linobatliq. Hozir 13,5 so'rayapti aka. Nima unday qimmat og'amiz? Shu haftami? Shu bir 2 haftadan beri. Nima sababdan tashlayapti? Oqsotarlar qimmat sotyapti shu sababdan.
Shunday. Dehqonlar uyda qimmat beryapti. Yiqqan uyda qimmat beryapti, ha? Öyle. Mana aka. Zavqidin akadan 16 million olingan dekabr oyi hozir 14 million so'rayapti. 3 oy boqqan odam. Minusda ekanda masalan. Minus ha. Endi aka bir unday bir bunday. Bozor ichidan qilish. Shunday aka. Mana. Sotasizmi buni? Ya bunu satamiz, narxiga Ayting. bosib sotamiz. 90lik, 90lik. 466, Aha. 45, 55. Charchamang aka. Mayli, salomat bo'l. Xo'p. Oldi chempioni mana akalar. Hormang, yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Mana. Necha tish buzganmi bu? Buzoqmi? Buzoq ekan mana. Xo'p, shu udar ekan-ku. Gap yo'q mana akalar, mol sifatiga bitta baho berdik. Nasllikka bo'ladigan, haqiqiy tunna bo'ladigan mollardan biri mana. Samarqand Pazarxon bozorida keladi. Necha savdo bo'lyapti bu? Necha savdo bo'lyapti aka molingiz? Mana keyingilar. Bunisi simentalmi? Simental bo'lsa gibridmi bunisi? Musa aka limuzin degiza narxi limuzincha. Menda aka 40 million deyapman. 35 million mana shuni savdosi bo'lyapti. Bularni buni nechiga bermadingiz? Bu 63 million ikkovini bermadingiz, ha? Narigi nechiga bermadingiz? 35 ga. Ana aka. Mol oyoqlariga, polvonligiga bitta e'tibor beraylik. Assalomu alaykum. Bolani qancha deyapsiz? Yo'q. Nomeringizni ayting. 93lik. 93lik. 482. Aha. 80-20. 80-20. Manzil? Manzil Pastarg'om, Uchtepa mahalla. Mana akalar navoz. Necha so'rayapti aka buni? Aka 31 ram so'rabdi aka. Bermadingizmi? Tushirganmi? 31 yarim so'rayapti. Assalomu alaykum. Kayfiyatingiz, salomatligingiz yaxshimi? Rahmat. Nechiga bermadingiz shuni? Buni aka 29 million hamma so'rabdi. 35 deyman, kami bor. Hali yosh, ha? Hali yosh buzoq. Buzoq. Faqat shox kuydirilmagan. Berilmagan aka. Mana aka. Rossiya. Rossiya sementi. Nomerni ayting. 95lik. 366 52 12. Gap yo'q aka, charchamang. Rahmat. Mana do'stlar. Mol bormi bugun? Ko'p-a bugun? Ha, mol ko'p ekan. Gap yo'q. Mana bitta Mickey Mouse. Gibrid ekanmi deyman bu? Shunday ishlar Mickey Mouse. Mickey Mouse. Nechiga bermadingiz shuni? Buni 21 million so'rashyapti. Qayerda moli bu? Mol Ferma bor. Kasbiy kirib hisobga soladi. Mana aka. Bitta shu maydalardan bor, qolgan kattalari bor. Qolganlari katta. Akalar mana bu nima deyapti? Keyingi videoda ko'rasiz. Mana xudo xolasa tank desak bemalol bo'laveradi. Mana molga e'tibor beraylik. Mana mollar. Hurmatli kuzatuvchilar, bormaydi yaxshimisiz? Angus bunisi, unisi qizil Angus. Adashmasin. Shundaymi? Mana molni chempionchalar. Akalar mana shu qizilga ishqim ketuvdi mana. Akamizga iltimos qildik, buzoq aka tortyapti mana. Aka, bittagina yurgizing buni. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Olsam mol, buzoq. Akalar mana bo'yinchalariga qaraysiz buni. Tank bu, ha bu. Mana. Haqiqiy tankda bu. Holatga qaraysiz mana. Necha oylik buzoq? Aka 1 yoshda endi o'tyapti. 13 oylik, ha mana. O'zi tushi ham ko'rinib turibdi akalar mana. Buzoq. Yurgizinglar aka bir. Ozgina torting buni iloji bo'lsa. Mana akalar. Molni polvoni kerak deganlarga mana tavsiya qilamiz. Akalar bunga ko'rpa dosi kerak emas, ko'rpa dosi o'zi mana. Nasllikka nima deyapti akalar mana? Holatga baho beraylik. Gap yo'q aka. Mana shunaqa molni yetiltirayotganga rahmat etish kerak. Mana do'stlar. Shuni necha qilib beramiz buni? Alloh bo'lib boqsin, rahmat bo'lsin aka. Necha beramiz bunga? Aka bo'layotgani 40 million bo'lsa beraman. Bo'layotgani, bozor necha so'rayapti? Bozor 35 36 million so'rayapti aka. 40 million bo'lsa beraman deydi. Mana. Hali buzoq kelajagi bor. Nasib bo'lsa bir pachka qiladi buni. Mana aka. Mana keyingi Angusi. Mollari umuman yomon emas ekan mana. 40 million bo'lsa ketdi. O'tib ham beraman kesindan gaplashamiz. O'tib ham beraman deyapti. Baraka topsin bizdan olgan aka. Bizda baraka topsin, bizdan olgan baraka topsin.
Buzoqlarni o'ta ajoyiblari kelgan. Mana haqiqiy Mickey Mouse, mana bunisi Alaparada. Bo'lsa mana shuni adashmasam savdolari bo'lyapti, ana. Mana. Savdosi bo'lyapti. Aka zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Necha so'radingiz mana? Necha so'radi? Bizniki emas. Bitta qoldi bizaniki. Bitta unarga qoldi. Bitta mana shu qoldi. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Nechiga bermadingiz shuni? 2,5 beraman. Mickey Mouse, ha? Bu da kuchli buzoq ekan. Buzoqni hali bu? 8 oylik aka. 8 oylik ekan. Orqa kengliklari. Nechiga chiqdi savdo? 24 million. 24 million. Bering aka kelishtirib. Gap yo'q akalarimiz mana. Qashqadaryo moli 25,5 aka aytyapti. Deyapti. Nasllikka foydalansa ham bo'ladi. Yaxshi mol ekan. Orqa kengligini ko'rsataylik buni. Yomon mol emas ekan bu. Qancha ekan bu? Gap yo'q lekin. 25 million so'm so'rayapti. Bergan yo'q dedi. 23 aka so'rayapti hozir. 23 ga ham bermayapti. 25 ga berganimni qanday 23 ga beraman de. Mickey Mouse aka bu yoqqa bitta tarting buni. Mana mol aka. Molni palvoni mana akalar. Nasib bo'lsa o'ta go'shtori. Qayerda moli bu? Nima? Qayerdagi bu? Kattaqo'rg'onniki. Kattaqo'rg'on. Rossiyadan kelgan. Mana. Aqli toza variantimi deyman mana? Nomerni ayting. 94lik. Hop, 004 74 77. charchamang. Buzoqlar o'ta ajoyiblari kelgan. Mana. Yana bitta paroda kelibdi mana. Holatiga baho berib qo'yamiz. Necha oylik aka bu? 8 oylik. 8 oylik. 8 oylik ekan. Zotiga nima aka buni? Bo'ldi aka. Limuzin. Limuzin nomini. Bozor necha qildi aka shu? 26 so'rayapti. 26 million so'raganni bermadingiz. 26 millionga yo'q. Mana. Gap yo'q. Hormang aka. Charchamayapsizmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Rahmat. Nechiga bermadingiz buni? Rahmat. Aka, buni 25 deyapmiz, 22,5-23 milliongacha hukman so'rayapti. Istonmi? Chesti iston. Iston. Mana nasl uchun. Bermadingiz. 8 oylik yo'q. 24 dan bo'lsa sotib beramiz. Bu katta mol bozorida turmoqdi-ku. Yo'q, yaqin o'tgani so'zlar. Mana bu. 95 lik. Uyda yana bor edi. Ayting. Kattalari bor. 95 lik, Hop. 051, Aha. 83 13. Akalar. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Charchamang aka. Davay, charchamang. Mana. Nechiga baraka bo'ldi aka? 22 millionga. Mana jaydari mol. 22 millionga baraka bo'libdi mana shu. 22 millionga baraka. Nechiga bermayapsiz aka shuni? 23 million? 23 millionga yo'q. Bo'yinchalari ham so'ragan, ha, yaxshi mol ekan. 23 ga bermadingizmi aka? Endi beramizmi? Ertalab savdo bo'lgan. Endi beradi. Yaxshi nechi so'rayapti aka buni? 25 deyapti. 25 million baho qo'yilyapti. Mana. Bozor qancha so'rayapti? Ha? Pasdarg'om tumanining mol bozordagi aka-ukalar, sizlarga qisqacha e'lonimiz bor. Pasdarg'om tumani Qulton qishlog'ida yashayotgan Xudoyberdi va Go'zal opa 14 yildan beri jigar sirozi bilan davolanib kelmoqda. Hozirgi kunda jigar siroz kasali oxirgi bosqichi bo'lgan sababli 30 ming AQSh dollar ketayotgan operatsiyaga. Shunga bizlar ehson teri. Hurmatli akalar, ukalarimiz bozorga onasini yaxshi bo'lishi uchun mana ehson so'rab, Xudo xolasa shifo so'rab chiqdi. Alloh kuch-quvvat bersin. Tanijoyiga sog'lik, salomatlik bersin. Allohim shu dardlardan ertaroq shifosini topsin deb qolamiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilsalaringiz, mehrlaringizni ayamangizlar. Xudo taqdir qilsa, nasib bo'lsa yaxshi bo'lib ketsa, juda ham yaxshi bo'ladi. Mana bozordamiz. Mana hurmatli akalar, bozorda shivit buqa kelibdi. Vobshe jingalak sochi ekan. Bu ha? Kirpa qilsa bo'ladi, tanchaga terisini o'zidan. Terisini o'zidan, ha? Mana. Haqiqiy tug'mas. Tortin aka. Nechi baho qo'ydingiz aka bunga? 20 kam. Bozor nechi so'rayapti? Hozir 20. 20? 19,5, 20 million shu atrofda so'rayapti ekan. Mana bu. Mista jaydari bor.
Mistiga orqasi tortyapti. Qanaqa zot o'zi? Shvedmi bu? Mana shu-da, bor, ha? Mana. 19 gacha yo'q. Mast aka, zo'rmisiz? Nechiga bermayapsiz bu qizni? 20 bilan hozir nechi qilyapti? Baland. 16, 18 yarim. Bunisini? 22 deyapmiz. So'raganda aytavering bozor. Ular so'ragan 20 yaqinlashib turgan. 20 millionga yaqinlashibdi. Bergani yo'q hozir. Buni qancha bermaysiz aka? 16 deyapmiz aka. Nechiga bermadingiz? 14 ga? 14 mi? 14 millionga yo'q. Nechiga bermadingiz aka shuni? 15,5 millionga yo'q. Siz aka charchamayapsizmi? Ha, keyingisi. Nechiga bermayapsiz aka shuni? 21 yarim qilyapmiz. 25 deb turibmiz. Berganingiz yo'q. Buni orqalaridan Ustakasi so'ragan. Bir minta. Mana. Mana bu. Orqalari ham so'ragan, gap yo'q. Shizdurma aka, charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi? Bozor qanday bugun? Qimmatmi, arzonmi? Ular moliga qarab. Mana. Bormang aka. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Nechidan bular aka? Bular 14 dan kami bor. 14 milliondan kam. Kami bor. Bozor nechi so'ra shular? Bozor realni 26,5 gacha bo'lyapti. Aka, mana shu hafta kechagiga qaraganda, oldingi haftaga qaraganda qancha tushdi? 1 milliondan oshirib narxlar. Minus ha? Ha, minusga. 1 milliondan zo'r. Zo'r. Sabab nima bo'lyapti? Sabab pul tortildi, bu haqayt. Endi yemishlar tortildi. Aha, Yana biran martga o'tib yura xudo bo'lsa yana bozor. imkoni borlar olaversin ha. Hozir olgan ma'qul. Chap bozor. 10 tomondan 10 million. Gap yo'q. Akalar mana mayda mol so'raganlarga mayda mollardan ham ko'rsatamiz. Nasib bo'lsa, o'zimiz jaydari mollarda bular ha. Fermag'ona gibrid aka varianti bor. Nech puldan ekan bular? 16 dan deyapmiz. Bozor nechidan so'rayapti? Bozor 15 dan. Bermadingizmi? 15 million so'mni 15 yarimdan? 15 yarimdan bo'lsa beraman dedi. Mana mo'l. Biri 10 plus. Ayting nomeringizni. 99lik, hop, 107, Aha. 51 59. 51 59 lira. Qo'llanadi. Charchamang. Bormang yaxshimiz. Mana mo'l arzonlar akalar. Arzon so'raganlar. Shuni nechiga bermadingiz? 13. Bunisini-chi? Buni 13,5 so'radi. Bunisini-chi? 14,200. Ha? 14,200. Gibridmi deyman ha? Yo'q, simta. 14,200. Gibrid edi. Mana. Shvitchan qancha bermayapsiz? 20 millionga. 20 millionga shvit yo'q. Bunisini-chi? Bozor nechi so'ra shular? Bundan buni 45 million. Bu bilan orqadagi, ha? Bunisi? 21, 20. Mana. O'tkir aka ko'ring. Yana ham ko'ring O'tkir aka. Mana akalar. Originali. Tozasi, ha? Tozasi. Yurgizing qani akam oldi? Simentalni yaxshisini olaman deganlarga tavsiya qilamiz. Ayting nomeringizni aka. 90lik. Aha. 191 Hop. 46 85. 46-85. Kallalarni ko'rsatib qo'ying, qoshalari mana. Ko'rsating, deb qo'yishim. Shoshalarini ham ko'rsatib qo'ying. Necha oylik bu? Samara 5 oylik. 5 oylik? Ha, yinasini yema. Nima qilamiz? Gap yo'q.